Bobur, Labay Farruh. yaxshimisan? Qayerdasan? Ishtami? Ishda deysanmi? To'yga borishimiz kerak, seni olib ketaman. Kimni to'yi? Jinnimi bu? Zikrni to'yi? Yo'q, o'rtoq, men xabarim yo'q, men aytgani yo'q. Aytmagan deysanmi? Yo'q, aytgani yo'q, o'rtoq, sen boraver. Yaxshi. Bo'pti. Alo, Farruh. To'yim kuni ham kechga qoladimi? Bilasan, sensiz to'y o'tmaydi. Boryapman. Zikr Bobur to'yga aytmaganmi deydi? Endi ustalarni aytib yurmayman to'yga. Yaxshi. Bo'pti, o'zing kel bo'ldi. Yaxshi turibdimi? Bobur, balki Zikrni esdan chiqqandir. Balkim. Xo'p, borsang nima qiladi? Yo'q, o'rtoq, qo'y. Yurgan. Yo'q, o'rtoq. Usta bo'lsam ham izzat nafsim bor. Aytilmagan joyga bormayman. Meni uydan tashlab ketdim. To'ydan chiqib bir telefon qilgan. Mazza qilib gap beraylik. Shirinlik olib beraman. Bo'pti. Hozir sen chaqirilmagan joyga meni boradi deb o'yladingmi shunda? Aytilgan joyga borish kerak, o'rtoq. Bobur, sen meni jigarimsan. Sen aytilmagan joyga men umuman bormayman. To'yga ham ana bu yangi chiqqan boyiga ham tupurib qo'ygan joyim bor. Asab bo'ldim. Shirinlik olib berasanmi? Olib beraman. Ketdik unda. Hayda. Menga qara, o'zi to'yga borgim kelmagandi. Sen aytmagan ustiga ustak jahlim chiqadi. Bugun shirinlik sendan, choy mendan o'rtoq.